Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun navbatdagi avtomobilimiz Cobalt avtomobili, ikkinchi pozitsiya Ravon, chista Ravon. Mashinamiz holatlari juda ham ideal. Motor galobkalariga kulish tegmagan, ABS, konditsioner, yangi akkumulyator, pokoleniya gazlar qo'yilgan. Mashinaning probegi bor yo'g'i 60 ming yurgan. Bemalol o'zlaring uchun probeglarni tekshirtirib olsalaring bo'ladi. Mana archa yangi protektorli balonlarda, avtomat diskalarda metan gazlari bor. Mashinamiz gan svetda, metallika sveti. Biron joyda chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Mashinamiz mana salon ko'rinishlari. Tashqalar chizilib ketmagan. Rullari, hollari ham juda zo'r turibdi. Probegi 60 ming yurgan. ABS, konditsioner, podogrev sidinkalari bor ekan. Mana salon patoloklari hidlanib ketmagan, chizilib, bir qirilib, sidinkalari ham yangi turibdi. Bir qo'l egalaridan. Mashina sostenasi juda zo'r turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, Naqd avtokreditga beriladi. Mashinamizning tan narxi 128 million so'm. Naqd avtokreditga chiqadi. Manzilimiz Jizzax shahri, Prospekt Almas kafe ro'parasida. Mashinamiz mana tayyor qismlari ham. Probegi kam yurgan tanishlarga tashib qo'yamiz. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Telefon raqamlarimiz 94 344 81 11 raqamlarga aloqaga chiqishlaring mumkin.